Assalamu alaikum, dear my students, and I'm gonna teach about writing format, and listen very carefully and write important materials. I will give you. Okay. Demak, bugun gaplashar ekanmiz yangi writing format haqida. Bu qanday bo'lishi mumkin? Ya'ni qanaqa qilib imtihonda qanday tarzda tushadi va biz qanaqa tarzda yozamiz? Idea kelib qolmasa nima qilamiz? Unday bo'lsa nima qilamiz degan savollar sizda bir talay bo'lishi mumkin. Va birin-ketin o'sha savollarga javob topib chiqamiz. Inshaalloh. Demak, boshladik. Multi-level writingni doimiy, ya'ni bugun eskirib, bugun eskiga chiqqan oldingi safarlarda biz bilamizki, siz ham men ham bilamiz. Task 1 va task 2 turardi. Task 1 ga opinion letter, apology yo bo'lmasa biron bir complaint letter, shikoyat qilish, shunga o'xshagan narsalar tushardi. Buni biz bilar edik. Lekin task 2 ga ana tushardi. Misol uchun global muammolar, global warming, ya'ni va hokazolar tushar edi. Biz buni bilar edik o'tgan sezonga writing formatda. Va biroq bugungi writing formatda biz ishlatishimiz kerak ekan turli xil narsalarni. Task 2 misol uchun task 1da biz yozishimiz kerak bo'lar edi o'sha Noz aytib o'tganday apology o'shalar. Task 2da esa o'sha global warming haqida. Bugungi kundagi writing versiyasida esa qanaqa qilib yozishimiz kerak va qanday farq qiladi bular bir-biridan? Bugungi kundagi writing format tubdan farq qiladi, ya'ni eskisidan. Aslida ko'zga ko'ringan kabi ikkita partdan iborat emas hech qachon. Ya'ni bu 3taga bo'linib ketdi va nima sababdan bo'ldi? Yangi writing format men uchun easy bo'ldi. Ya'ni eskisida biroz qiynalardim avvallari, biroq yangisida umuman qiynalmaydigan bo'ldim. Endi men o'zim qilishim uchun 3 dona task beriladi examda. Bir jihat shu joyda baribir hamki, ya'ni writingda 3 tami yoki 2 tami baribir wordslar xohlaysizmi yo'qmi 400 taga yetadi. 400 ta. Va maksimal ball 75 ballni tashkil etadi. Mahallamiz, ya'ni mahallamiz folbinlari deymizmi yoki mahallamiz ayollari deymizmi aytishcha part 1 B1 darajada, ya'ni part 1 siz yozishingiz kerak bo'ladi va savol turi ham. Keyin part 1.2 B2 darajada va oxirgisi part 2 esa C1 darajada ekan. Mening shaxsiy hisob-kitoblarimga, ya'ni matematikamga bog'liq raqamlarga asoslanib shuni aytmoqchimanki, umumiy writing format balli 75 ballni tashkil etsa, undayda part 1.1 siz uchun 12,5 ballni, part 1.2 esa 25 ballni va so'nggi part 2 esa 37,5 ballni tashkil etadi. Keyingisi task 1 part 1.1 ga o'zgardi. Ya'ni endi biz apology letter yoki opinion letter yozishimiz kerak emas do'stlar. Shuni farqlay oling. Biz endi kerak bo'ldiki friend yozamiz. Task 1.1. Ham yoki savol turiga qarab yoki informal yoki no informal. O'shanga qarab. Lekin avvalgi task 1 kabi endi menda bir xat uchun 3 dona bullet point yo'q. Nima bor? SMS xabar bor. Men boya aytganimdek, do'stimizga reaksiyamizni, hissiyotimizni yoritib beramiz. Yangilangan formatda men o'zimga
kelgan vaziyatga nisbatan misol uchun kelishi mumkin. Siz tashrif buyurdingiz fitness klubga va o'shani isbotlab bering. Qanday hissiyot sizda bo'ldi va o'sha fitness klub sizga yoqdimi yoki yoqmadimi? Mana shuni sizdan so'raydi. Do'stingizga birinchi hissiyotingizni yozasiz, keyin menejerga yozasiz keyingisida. Birinchi do'stga nisbatan ko'raylik. Men o'zimga kelgan vaziyatga nisbatan reaksiya ko'rsatishim va hamda o'z fikrimni yozib bildiraman. Bitta yaxlit qilib, ammo ikki kishiga bitta mavzu bo'yicha, ya'ni friendga, menejerga. Bu yangilangan format ajoyib tarzda bo'lgani uchun endi osonlashdi. Endi avvalgidek bizda idea kelmay qoldi yoki unchalik yoqmayapti deyish yo'q. I hate writing deyish yo'q. Bizda nima bor? Bizda endi osonlashgani uchun biz qila olamiz hammasini. Harakat qilsang, albatta yuqori martabani egallaysan. Va writing siz uchun muhim bo'lsin. Sabab men yaqinda imtihondan o'zimdan kelib gapiradigan bo'lsam, yaqinda imtihondan chiqdim. Endi menda writing prosta orqaga tortib qoldi. Ya'ni avvallari menda yaxshi chiqadi negaki. Biroq imtihonda savol turi biroz boshqacharoq tushgani uchun men idea kelmay qoldi. O'shaning uchun o'sha partsiosionlik deganimiz uchun o'sha meni orqaga tortdi. Lekin odatda yaxshi chiqadi. Shunchaki kelgan vaziyatga qarab yozish kerak ekan bizda. Part 1.1 do'stga reaksiyalar bildirish. Part 1.2 menejer yoki direktorga xulosa haqida yozish kerak. Mana hammasi berilib o'tgan. Uzr. Sizdan so'ralardi so'zlar, ya'ni task 1 uchun, ya'ni friend uchun 50 tadan 80 tagacha mumkin. Agar sizda ya'ni hissiyot ko'payib ketsa 80 tagacha mumkin, undan ko'p. Lekin maslahatlar uzog'i bilan 70 ta qiling, ko'p bo'lishi mumkin. Part 1.2 ga 120, 150 words. Bunda ham 180 tagacha yozsangiz bo'ladi. Faqat ma'no, mantiq kerak. Yozib ketsangiz bo'ladi. Men fitness klubga bordim, u ajoyib edi, biroq men dappa edim. Menda unday o'xshamay qoldi. Men unday keraksa ma'noni qochib ketadigan bo'lsa, so'z ko'pligi sizning minusingizga qarab ketadi. Unutmangki, qisqa bo'lsin, ammo ma'no mazmunli bo'lsin. Keyingisi part 2 180-200 words. Agar zo'r yozsangiz 280 tagacha mumkin, 300 ham mumkin. Prosta ma'no, mantiq yo'qolmagan holda bo'lsa, bemalol yozavering. Strukturalarni ko'rib chiqamiz sekin-sekin. Solution yechim birinchisi, keyingisi kirish, misol uchun Dear Behruz yoki boshqa Dear Salim. O'sha introduction kirish qismi. There is something I wanted to let you know. Mustaqil fikr qolganiga. Bu yerda nimadir men shunchaki senga aytishni xohlagan narsa. Fikrlar jamlanmasi qisqa va aniq ravon bo'lsin, muhimi, eng muhimi. Taxminan zo'r qilib 50 olmishda so'z zo'r bo'lar edi. Agar Londacha ma'no ham ajoyib tarzda bo'lsa bo'ladi. Yopilishi I look forward to your response. Sign off, misol uchun belgi. O'zingni asra yoki qolganlari. Uzr, telefon ham bo'lib qoldi. Keyingisi oxiriga ism. Misol uchun qaraganda hozir reaksiya bildiramiz do'stimizga. Shu payt ham meni kimdir yaxshi ko'ribdi-da. Telefon qilaverib. Okay, salom ChatGPT. Toza yubordi. 1 daqiqa. Hold on a moment. Xo'p, keyingisida davom etadigan bo'lsak, hozir davom etamiz.
Tak davom etamiz. Salom ChatGPT. Yaqinlashtirib. Men hozir eshitdim, ya'ni men eshitdim, bizning sayohatimiz qoldirilibdi. Chunki nima? Hozir qoldirilibdi. Hozir terrible company. Kompaniyaning muammolariga bog'liq bo'lgan holda bizning Weekend Tour qoldirilibdi, sayohatimiz qoldirilibdi. Bu nimasi? Men rostdan ham buni kutayotgan edim. Lekin mayli, bo'lishi mumkin. Biz keyinroqqa nimanidir keyinroqqa reja tuzib olishimiz mumkin. Next tour, ya'ni keyingi sayohatimiz uchun qiziqarli reja tuzib olishimiz mumkin. Vaqtdan tashqarida birgalikda do'stlar orqali bilan bo'lishi mumkin. Biz ulardan qayta sayohatni kelasi haftaga rejalashtirishni so'rashimiz mumkin. Anyway, text me when you are free. Qachonki sen bo'sh bo'lgan vaqtingda menga xat yozishing mumkin, Tony. Mana aytyapti, maktab sayohat klubiga yoz. Sen qanday cancellationdan qanday hissiyotingni yoz haqida nimani his qilding deyapti. Yoritib ber deyapti. Sen yana yangisini xohlaysanmi yoki xohlamaysanmi? Shunga qarab yoritib ber deyapti. Yangi ideyalar bilan yoritib ber deyapti. Mana bizga keyingi ketyapti. Aziz maktab sayohat klubi. Men men norozi edim bu xabarni eshitganimdan. Bu xabarki bizning sayohat qoldirilganini eshitganimdan men juda ham norozi edim. Samarqandga qoldirilgandan. Garchi men to'liq tushunsamda bu transport muammolari birinchi kelishini. Bu haligacha chunki bizning ya'ni do'stlarimizning ko'pchiligi juda ham intiqlik bilan bu tajribani, bu sayohatni kutayotgan edi. Shaxsan men afzal deb bilaman yangi qayta rejalashtirilgan sayohatni. Razrdan bunga qaraganda bo'lmaganga yarasha. Bu haligacha ajoyib imkoniyat bo'ladi. Bu transport muammo oshiradi agar bu oson qilib bo'lsa, ya'ni qilib bo'lsa. Iltimos mana shu narsani bizga yoritib ber, ya'ni aniq kunini ayt degan ma'noda ham kelyapti. Qo'shimcha qilib aytganda, men senga yangi bahorgi Samarqandga bo'lgan sayohatni kelajakda bahorga o'sha Samarqandga bo'lgan sayohatni ya'ni tashkillashtirishingni so'rab qolaman. Bu amazing, ya'ni ajoyib bo'ladi bizlar uchun. Men qadrlayman sening vaqtingni va mening takliflarimni ham sen ham qadrlaysan degan umiddaman va men sening o'ylaringda, mana shu muammoga bo'lgan o'ylaringda intizorlik bilan kutib qolaman. Sincerely.
Xo'p, do'stlar, boyagi qolgan joyimizdan davom etamiz. Mana shunga kelib qolgandik. Dear Mr. Davron, o'sha solution kirish, keyin introduction, o'sha bitta gap bilan boshlasak, gapimiz chiroyli chiqadi. The reason why I'm writing to you is that bu sabab nimaiki men senga yozmoqdaman. Mana shunday. Bitta alohida paragraf yoki ikkita uchtalik gap. Yana alohida paragraf 2-3 talik gap. Ya'ni o'sha muammoni yoritib berish kerak. Shunday qilish kerak. Keyin oxiri tugashi. Rahmat. O'sha sening javobingni kutib qolaman. Shunga o'xshaganlar. Va oxirida yana bitta belgi. Sincerely, best regards, your sincerely. Shunday. Mana shu yerda hammasini ishlatsangiz ham sizga yordam beradi. Xullas, mana shu darsda davom etsangiz bo'ladi. Mana sincerely, yours faithfully o'shanalarni tanlasangiz ham bo'ladi. Ism familiyaga kelsak, o'zingizning ism familiyangizni yoki yozsangiz bo'ladi. Partiya uchun struktura, yondashuv, bu yerda fikr bildiruvchi incha yoziladi. Tuzilishi ravon va aniq bo'lsin. Negaki bu muhim. Introduction. Mavzuni kiriting, ya'ni paraphrasing qilingda sizga berilgan misol uchun berishi mumkin. Is social media helpful or harmful degan mavzu berilishi mumkin yoki are modern technologies kelasi o'shanaqa narsalarda. Xullas, hozir to'g'risi g'oyam kelmayapti. Introduction, o'zini kiriting. Shunday. Keyingisi mana body yozing va bu bodyni ana qilishingiz ham muhim sanaladi. Bir tomon afzalliklari, sabab va yoritib berish. Ikkinchi tomon argument, muammoning o'sha afzal bo'lmagan disadvantagelari, sabab va misol bilan. Optional, qarama-qarshi fikrni qarshi olish, xulosa yozish. Fikringizni yana qayda ifoda eting. Mana bizga kelgan ana bo'yicha, ya'ni part 1.1 ga ko'rdik, part 1.2 ga ko'rdik. Endi part 2 ga ham ko'ramiz. Savol kelgan: is social media useful or harmful for students? Social media foydalimi yoki zararlimi studentlar uchun? Xullas, mana paraphrasing bilan boshladik. Hozirgi kunlarda juda ko'p odamlar social medianing roli haqida suhbat qurmoqda. Va bu muhim, studentlarning kundalik hayotida muhim partni egallagan. Bu asosiy, chunki u ta'sir qiladi, bu yo'l bilan u ta'sir qiladi. Ular suhbat qura oladi, gaplasha oladi, o'qiy oladi va dam ham ola oladi. Bu blog postda men o'zimning bu muammo haqida opinionimni, xulosamni yozaman va yoritib beraman. Nima sababdan men bunga ishonaman? Chunki unda ikkala foyda ham, ya'ni foyda bo'lmagan taraflari, ziyonlari ham bor. Young people, ya'ni studentlarga. Bir tarafdan social media foydali bo'la oladi studentlarga. Yangi qobiliyatlarni o'rganish uchun, o'qish uchun, o'sha books kitoblarni o'qish uchun, ko'p kitoblarni va dam olish uchun, ya'ni in bad problems, ya'ni qiyin vaziyatlarda ya'ni zavqlanish uchun, o'sha stressdan chiqish uchun bo'layapti.
Social mediada bor juda ko'p afzalliklar ularni o'rganishga. Birinchidan, social media orqali sen ta'lim ola olasan, jumladan YouTube, Telegram va hokazo platformalar. Bu platformalarda kam professional ustozlar bor. Ya'ni few bu yerda ko'p ma'nosida kelmoqda, lekin aslida kamda beradi. Endi jumladan Teacher Azam, buni ko'pchilik bilsa kerak. Teacher Javohir, bu MOOC chiqaradi, bu ustoz, va Teacher Behruz, bu o'zim. Har bir tomonda ijtimoiy platformalar juda foydali o'qish uchun juda ko'p subjektlarda, ya'ni fanlarni, jumladan ingliz, tarix, rus tili va ona tili orqali, ustozlar orqali. Boshqa bir tarafdan social media va mana shu joyda birgalikda yozib ketamiz. Diqqat qiling. Social media influence on our vision, ya'ni ko'rish qobiliyati, vision ability. Yo'q, bu yerda hozir which bilan bersak bo'ladi, ya'ni virguldan keyin which kelsa, u qaysiki deb berilmaydi. Which is scrolling a lot of time on social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p vaqtni aniqlash bizning bizga ta'sir qilishi mumkin bo'ladi. Yana biron bayona beradigan bo'lsak, these platforms can change your mind forever. Umrbodga ham o'zgartirishi mumkin. Qanday? Shunchaki, misol uchun, juda ko'p bora misol uchun Instagramda yoki YouTube'da qisqa videolardan scrolling qilib o'tiradiganlar borki, ular aqliy nosog'lom bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni ham g'amgin, ham qiziqarli video ko'rish shu narsaga olib keladi. Bu tadqiqotda sinalgan. Va xullas, mana shunday bersangiz ham bo'ladi. Va bu yerga keling. Unchalik ko'p analarni yozib o'tirmaymiz, yozsak ko'p ketadi. But I would prefer social media to study. O'qish uchun ijtimoiy tarmoqlarni afzal deb bilaman. Bitta bikas bilan bersak chiroyli chiqadi.
bir kağıt o'rniga bundan kuchliroq borku. As it is useful. Useful. Okey, endi birma-bir intro bersak, ya'ni bunga yozsangiz, ko'p yozib ketaversangiz ham bo'ladi. Ya'ni menda hozir internetda vaqt kamligi uchun qisqa qilib yozmoqdaman. Bir tarafdan hozir 1 daqiqa bu narsaga e'tibor chalg'imaysiz degan umiddaman. Biz yiqilmaymiz. Biz hech qachon yiqilmaymiz deydi-yu. Mana shunday. Mana xulosa qilganda, ikkala muammoning ikkala tomonini ham xulosa qilib aytganda, o'ziga yarasha pointlari bor. Bu dalilni yoritib berishdan keyin bu shunday deb aytila oladi. Social media juda foydali studentlarga yangi narsalarni suhbat qurish uchun va dam olish uchun foydali bo'la oladi. Chunki u olib keladi, onlayn ta'limni olib keladi. Bundan tashqari u zararli bo'lishi mumkin ularning ko'rish qobiliyatiga. By scrolling more time on social media. Juda ko'p social mediada qolish, scrolling, ya'ni video ko'rish bilan ularning vision ability'ga zarar yetishi mumkin. Xo'p do'stlar, darsimiz shundan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Biz bilan doim birgalikda qoling. Bugungi dars umid qilaman sizlar uchun juda foydali bo'ldi deb o'ylayman. Mana birma-bir writingni ham ko'rib chiqdik. Ertaga Xudo xohlasa listening part 2 haqida gaplashamiz. Biz bilan qoling. Va bizning mooklarimiz ham bor sizning darajangiz uchun. Xohlasangiz mook, xohlasangiz writing kitobimiz ham bor. Writing kitobimiz ham juda arzon narxda, atiga PDF shaklida, atiga 10,000 so'm narxda sizlarga chiqarib beramiz sizlar uchun. Biz bilan qoling. Sizlar bilan bo'ldi studio qarshisida Behruz teacher. Goodbye. See you again tomorrow's lesson.